Bu одноканальный коагулометр hisoblanadi. Bu portativniy varianti. Bundan katta variantlari ham bor. Bu bir kanalli hisoblanadi. Reagentlar qo'yish uchun joylar и 8 ta küveta qo'yish uchun moslamalari bo'ladi. Bu yerda küvetasi bo'ladi. Buni ichida termostati bor. Termostati 37 gradusda qiziydi. 37 gradus nima uchun? Bu odam tanasidagi o'ziga mos temperatura bo'lgani uchun 37 gradusga isiydi. Reagentlarni ham albatta qizdirib olishimiz shart 37 gradusga. Gradusi 37 ga yetganda reagenti ham, plazma ham mana bu yerda yashil chirog'i yonadi. Bu yerda küvetalar bo'ladi. Küvetaga mana bu probirkadan plazma 25 mikrogram plazma solinadi. Keyin mana mamitga bitiga olib kelib, bu yerda mana weight chiqadi. Keyin aktiv bo'lganda mana bu reagentdan 50 ta bunga solinadi sivrotkaga. Va mana mamitda keyin o'lchashni boshlaydi. O'lchashni boshlaganda 3 ta parametr chiqadi, PTI chiqadi, fibrinogen chiqadi и MNO analizi ответi chiqadi. Shunga qarab rezultatlarini beramiz. Mana bu apparatimiz mana hammasini o'zini datchigi bo'ladi. Masalan, glikozirованный gemoglobin, antimyellorovый gormon, o'shalarning hammasini o'zini datchigi bo'ladi, o'zini testlari bo'ladi. Qaysi analizni tekshirmoqchi bo'lsak, o'sha datchigini qo'yiladi mana yoniga, o'zini datchigi bo'ladi. Test poloska bo'ladi. O'tga 75 mikrokat sivrotka solinadi-da, mana mamitdan anaqa poyezdga o'xshagan anaqasi chiqadi, relsga o'xshagandek, keyin o'sha yerga test tiqiladi-da, keyin qirg'izib yuboriladi. Начать degan so'z bor, anaqa yozuv bor, o'sha bosiladi. Ikkita analiz kirib ketadi. O'tda fluoressent lampalarini, nurlarini tushish hisobiga o'tda analiz kelib chiqadi. Masalan, glikozirovaniylarniki, antimyellorovый, yana bir nechta gormon analizlari bor, o'shaning atvetlari chiqadi. Bu bizga juda ham katta, почти 99% rezultat beradi. Juda точно ishlaydi bu. Инкубационный блок, термостатические камеры поддерживает стабильную температуру от 37 плюс-минус 0,5, имитирует физиологические условия организма, имеет несколько инкубационных ячеек, обычно 8, куда помещаются кюветы с образцами, может иметь крышку или быть встроен в корпус прибора. Измерительная кювет ячейка, основная рабочая камера, куда помещается проба перед измерением, через нее проходит луч света от источника и фоторедактора, обычно изготовлена из прозрачного пластика или стекла. Mana bu yerda lampasi bo'ladi, mana bu fotodiodi bo'ladi. Mana shu o'tayotganda zichligi aniqlanadi. Mana bu funksionalniy sxemasi. Кнопочный панель, микропроцессор, инкубационный блок, источник света, оптический датчик, измерительный кювет, таймер. Анализатор Фоникер FS-113, тип прибора полуавтоматический флуоресцентный иммуноанализатор. Методика трехфазный сэндвич иммуноанализ с флуоресцентной детекцией, тип образцов, цельная кровь, плазма моча, диапазон температура работы от 15 до 30 градусов. Интерфейс пользователя, цветной ЖК-дисплей, сенсорное управление, скорость анализа от 3 до 15 минут от зависимого теста. Преимущество прибора. Компактность, вес около 1 килограмма и малый габарит делают ее удобным для выездной диагностики.